Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona uchrashayotganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz erkaklarda uchraydigan prostata kasalligi haqida suhbatlashamiz. Ko'p insonlar bizga murojaat qiladi. Menda prostatamda shamollash bor ekan. Prostatamda o'simta bor ekan. Prostatamda kista bor ekan degan holatda bemorlar murojaat qilishadi. Prostata kasalligiga bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, siroplari yordamida erkaklarda uchraydigan prostata kasalliklariga shifosi bor. Qayta davolanib, qayta jarrohlik yo'li qo'llashga umuman hojat yo'q. Allohning qudrati ila dard bergan egam darmonini ham o'zi berib qo'yibdi. Faqat biz aytgandek och holat, to'q holat vaqtida e'tibor bo'lib, tabiiy giyohlarimizni, siruplarimizni iste'mol qilsa, erkaklarda uchraydigan prostata kasalligiga shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib, sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Bemorlarga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb Allohdan so'rab qolaman.